Do'stlarim suhbati qaynoq, kulgu sevarlarga bo'lishar o'rtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob, yuzlariga tortishar shirin shapaloq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, gohida uyg'otar bo'lsangiz mudroq. Shapaloq, shapaloq, shiringina shapaloq, kulguga yo'rilgan o'loq shapaloq. Salom, yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi sizga bir gap aytmoqchi edim. Aytavering. Yaxshi qiz. Rostini aytaman, qasam ichaman. Juda chiroyli kiyinibsiz. Lekin sizga qaragan yigitlar, erkaklar gunohga botadi-ku. Shuni bir o'ylamabsiz-da? Shuning o'rniga erkaklar ko'zlarini yopib yursa bo'lmaydimi? Yo'q, to'g'ri. Erkaklar ko'zlarini yopib yursa bo'ladi. Lekin men sizga hozir bitta narsani tushuntirib beraman. Qarang, sizni bir idishda asalingiz bor. O'zingizga o'xshagan. Rahmat. Asalni beti ochiq. O'sha asalingizga har joylardan pashshalar kelib qo'nyapti. O'sha pashshalarni qanday haydaysiz? Hammasini ko'zlarini yopib qo'yasizmi? Yo'q. Yaxshisi, idishni betini yopib qo'yardim. Ana, men ham sizga shuni tushuntirmoqchiman. Yaxshi qiz, siz ham shu idish betini yopib qo'ysangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Xo'p. Aqlli qiz ko'rinasiz. Ismingiz kim? Amira. Onasi Labbiy dadasi. men bir shu yaqin kunlarda bir Meksikaga ketmoqchi bo'lib turibman. Nima deysan? Meksika? Ha. Nima bor Meksikada? Shu Meksika orqali Amerikaga o'tib, pul ishlab kelmoqchiman. O'zi 3-etajga mulkillab, hansirab zo'rg'a yetib boryapsiz-ku. Meksikada nima bor? Senga o'zi gapirdim nima yo'q, gapirmadim nima. Bor Gapirmang. Yaxshi bo'pti. Tavba. Oyi, Nima gap qizim? sizdan bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Nima gap? Nima so'ramoqchisan qizim? Odamni ham qoni shirin bo'ladimi? Voy, bilmasam, ne unaqa savol beryapsan? Dadamning aytishicha, siz hamma qonni so'rayapsiz, yana bilmadim deysiz. Voy, qizalog'im-ey. Dadangning miyasi yo'q-da. Har balodan bir balo do'radi. To'g'ri, qizalog'im. Meni miyam yo'q. Bu meni miyamni qoqib olgan. Mana shu sening onang bo'ladi. Ajab bo'pti. Men qoqib olmasam shu miyangizni. Ko'chalarda qolib ketardi. Qoqilib. Tushundingiz? Xo'jayin, siz aytgan tashkiliy ishlarni tashkillashtirib bo'ldim. Faqat shu Mardikor bozoridan odam olib kelishim qoldi xolos. Yaxshi. Mana shu bir ish buyursa oxirigacha yetkazib, halol pokiza ishlashing yoqadi-da. Baraka top. Sizga bir savolim bor edi. Hop. Mana hayotda tajribangiz juda ham katta. Mana yaqinda uylandim. Yosh oilaman. Shu desiz, YouTube'ga kirib olib 10 soatlab pazandalarni ko'rsatuvini ko'radigan. Telegramga kirib oshpazlarning gruppasidan bosh ko'tarmaydigan. Lekin shu kechki ovqatga faqat tuxum pishirib beradigan ayolni tovoq bilan shu ursa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Bo'ladi. Faqat o'sha tovoq qizigan bo'lish kerak. Keyin mo'ljalga olayotganingda aniq ravon urmasang, haligi tovoq sovimasdan o'zingga qaytishi mumkin. Hazil. Ayolni sevib, shirin so'z bilan tarbiyalash kerak. Urib emas. Qani? Ishlarni davom ettiring. Xo'p, rahmat xo'jayin.
Ye qo'shni, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Masalaga shunaqa havas qilaman. Eringizni qarang, chochi bo'lmasa ham mashina aylanib kelib eshikni ochib tushirib qo'yadi. Mana muhabbati kuchida sizga. Bir-birimizga shunaqa muhabbatlimizda qo'shnijon. O'rganing siz ham, o'rganing, o'tiravermasdan, xo'pmi? Xo'p, menga ham shunaqa nasib qilsin deyapman-da. Assalomu alaykum Isroil aka. Va alaykum assalom. Ha, Behruz, qandaysan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Behruz, mana sen ko'chalarda ko'p yurasan, qayerda bir mashinani yaxshi ustasi bor? Ha. Endi qarang. Yaxshi mashina ustasini mashinasi borlar biladi. Mani mashinam yo'q-ku, qaydan ham bilardim. Tinchlikmi o'zi, nima bo'ldi? Ya bir mana mashinani ichkaridan eshigi hech ochilmayapti-da. Qachon qarasang pastga tushib ochaman-da. Bu yoshda to'g'ri kelmayapti-da. Ha, endi Isroil aka to'g'ri kelmasa, ko'ndalang kelar. Chiqib tushavering, sizdan nima ketdi? Zato harakat ko'payadi, qon aylanishingiz yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Robert aka. Albatta aka. Ha, Albert aka. Shunaqa joyga olib boraman sizda, ziyofat. Maza qilib o'tirib kelamiz. Yo'q. Shirin suxan odamlar, ha. Fayzli odamlar davrasi. Bir mehmon bo'lasiz aka. Undan ham bormi? Aka qo'ysangchi. Hadeb ichib yuraverasizmi aka? Bu narsa yeb ham turing. Mayli. Yuring unda bir kiyining lekin. Men kiymayman, men yechinaman. Nima deganingiz? Yalang'och borasiz. Yo'q, mana yangi kiyimlarim ichimda mana. Tushunarli. Yo'l-yo'lakka yechilib ketaverasiz. Yuring. Mana tarqatchi Behruz. Menga qarang. 2000 tikaman. Stavkani oshiramiz. Behruzjon, Albert akang past ketadigan insonlardan emas. 2000 bo'lsa 2000 dollardami? To'kida. Bosdik. Qarang, lekin oxirida afsuslanib qolmang. Ey, cho'ntagingda 500 so'm puling yo'q, yana 2000 beraman, uncha unaqa qilaman. Dollarlardan gapirasizlar, Endi aka yaxshi niyat yarim mol degan. Vo, хороший слово. Половина корова. Ha, korova. Xo'p. Yaxshi niyatni qimordan qidirmanglar, bo'ptimi? Voy, kechqurun kitob o'qib keldingizmi deyman. Aqlli qilyapsiz. Klient telefon qilyapti, klient. Mijoz. Ha, Gaplash. Alo. Allo, Mardikor bozormi? Yo'q. Bu Mardikor bozori emas. HQQ agentligi. Tushunmadim. Hamma ishni qoyil qiladiganlar agentligi. Nima ish qilish kerak? Ha, xullas bir mashina yuk bor, yuklash kerak. Bo'ldi, o'zimiz ortib tashib beramiz. Xizmat haqqi necha pul bo'ladi? 200, 300 har birimizga 100 dan. Hozir sheriklar bilan maslahat qildik. 500 bo'lar ekan. Kelishilgan holatda. Yo'q, unaqa narx aytmanglar. Unaqa ish ko'p emas. 20 daqiqada ulgurasizlar. Menga qarang aka. Biz borib 20 minutda chala-chulpa tapir-tupir ish qiladigan, shoshiladigan mutaxassislar emasmiz. Biz haqiqiy professionallarmiz. Nozik did bilan ish qilamiz. Hamma narsani hisob-kitobini olamiz, chiroyli qilib taxlaymiz, tartib bilan ishlaymiz. To'g'ri kelsa shu, to'g'ri kelmasa o'zingiz bilasiz aka. Ha, 400 beraman, bo'ladimi? Bo'ladi. Sheriklar bilan maslahat qildik, 400 ham to'g'ri kelmas ekan. 455 ming. Mayli, klient bo'lib qolasiz. Ha, mayli. Manzil Shodlik 19-uy. Bo'ldi. Borib sizga telefon qilishadi. Xo'p? Xo'p, kutaman. Xo'p. Zo'r ish bo'ldi lekin. Behruz. Ha?
Gap yo'q. Lekin ozgina qimmatroq aytib yubording-ku. Qimmatmi, arzonmi, sizni ishingiz bo'lmasin. Siz 200 ga rozimisiz? Roziman. Bo'ldi. Borasiz, Shodlik ko'chasi 19-uyga. Ishni qilasiz, oxirida soqqani olasizda 200 o'zingizga 255 ming manga olib kelib berasiz. Bitta sherik ham olib oling. Insofdan bo'lmayapti lekin. To'g'ri, insofdan bo'lmayapti. Lekin bu biznes. Voh, to'ppa-to'g'ri. Любая biznes xarasha degan mashoyixlarimiz. Shunaqa. Agar siz rozi bo'lmasangiz, ana, ko'cha to'la ishchilar, hozir bittasiga aytaman, borib keladi. Yo'q. Behruz, boramiz. Qilish kerakmi? Ha? Bo'ldi, Albert aka yuring. Ketdik. Menga qarang. Albert aka emas, boshqa sherik toping. Shu odam ham borsin, Behruz. Yo'q, mumkin emas. Nega mumkin emas? Agar hozir Albert aka ketib qolsa, men keyin kim bilan karta o'ynayman? Bir o'zim qolib ketaman-ku. Behruz, mana shuncha odam bor. Xohlaganing chaqirib o'ynayverasan. Albert aka yuring. Iloji yo'q. Nega iloji yo'q? Ularni hammasi meni yutadi-da. Bitta Albert akani men yuta olaman. O'shaning uchun birga o'ynab o'tiraman. Jon Behruz, borayman ham. Yo'q dedim-ku. Jon Behruz. Bola chaqam bor, kechgacha bir qism ishlab kelay, yo'q dema. Kechga bir. Men sizni bilaman bola chaqangizni. Kechga o'zim olib beraman o'sha vinoyingizni. Voh, portfen 53. 54. Bo'ldi. Otabek. Ketdik Otabek, yur. 2000 dan chiqildim-ku. Yaxshi ishlaylar. Yana meni sharmanda qilib o'tirmanglar. Ha, bo'ldi. Keyin iloji bo'lsa o'sha qilgan ishlaringizni rasmga olib keling. Bitta fayl qilamiz-da. Bo'ldi gap. Hey! Chimo. Nima? Chumoli bor aka erkingda, qoqva. Ha. Endi to'g'ri tushuning-da, biz unaqa oddiy anaqa ishchilar emasmiz. Biz ham mutaxassislarmiz, professional defua. Xuddi shunaqa. Nima ish qilish kerak o'zi? Endi bu ishingizni o'zi bo'lmaydi-da. To'g'ri kelsa shu, to'g'ri kelmasa o'zingiz bilasiz. Aylan, hop. Ke. Charchamadingmi? Mana sani ulushing. Endi aka, hisobli do'st ayrilmas deyshadi. Sanab olaman, xafa bo'lmaysiz. Sanab oling. Men tushunmadim. 5000 kam-ku. Behruz yo'l kirachi, men suv ichmaymanmi, jaziramani qara. Hey! Meni orqamdan kun ko'rib yursizlar. Bilmadim, men bo'lmasam qanday yashaysizlar. Qachongacha sizlar tortib yuraman. Hey! Robert aka. Unaqa qaramang. Siz do'langizni urib yoribdi. Bugun 53 yo'q. Robert aka, hazillashmanglar. Olim aka, ish qilib charchamagingiz yo'qmi? Charchadim, kulasizlar. 60 tonna sement bitta o'zim tushirdim. Otabek ishlamaydigan bola ekan bu. Bitta o'zim ishlatdi u. Endi sheriging nopok bo'lsa qiyin-da. Mayli, tirikchilikda bu tirikchilik aka, zato halol mehnat. Robert aka, ish bor, ish. Albert aka. Ayting, Albertman-da. Ya. Bugundan boshlab bu kishim Robert aka. Olimjon, tilim qursin, tilim. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Kartada ismini yutqizib qo'ydi. Bugundan boshlab bu insonni Robert aka deb chaqiramiz. Menga qarang, Robert aka. O'z bitta hayotingiz qoldi, yutqazmagan. Desam o'zi ancha bo'lgan ekan, hayotingizni ham yutqizgan ekansiz o'zi. Xullas ish bor. Hayotimiz o'zgarib ketadi. Chet elga ketamiz. Ha, yana til biriktirib meni Rossiyaga jo'natasizlarmi? Keyin qaytishimga dadam yo'l kirami to'laydi. Ya. Rossiyaga emas. Amerikaga ketamiz. Bir o'zingiz emas, 3 kishi hammamiz ketamiz. Amerikaga borish o'yin bo'ptimi? Behruz, uni viza degan narsalar bor. U xat hujjati bor. Yuribdi odamlar yillab Amerikani kutib. Vizasiz yo'lini topganman. Qanaqa qilib boramiz? Meksika orqali ketamiz. Oh! Meksika. Prosta Maria. Esmeralda. Gaviota, Melisia. Ya. Oson emas, Behruz. Bo'ladigan gapdan gapiraylik, iltimos. Iloji bor. Soqqasini bersak, changalzorlardan, o'rmonlardan, daryolardan bizni olib o'tadigan maxsus odamlar bor ekan. Shundoq chegarani tagiga olib kelib o'tkazib yuborishadi. Qarabsizki, Amerika fuqarosimiz, o Amerika sehrli diyor deb yuraveramiz. O'rmonlar, changalzorlar. Yo'qda bilasanmi nima? Qanaqa mavjudotlar bor? Anakondalar bor. Chayonlar bor, timsohlar bor. Menga qarang,
Siz o'zingiz menga bir umr kobra bilan yashadim. Hech qanaqa hayvondan qo'rqmayman endi degansiz-ku. Endi ana u bilan urushib qolgan payt aytganmanda gap kelganda, u haqiqiy anagonda boshqacha bo'ladi lekin. Mabodo Meksikada Amerikaga o'ta olmasak chegaradan nima bo'ladi, ha? Xavotirama. Olimjon, xavotirama. Ha, nima bu? Nima? Futbolka sotamizmi? Yo'q, mana. Krakat, timsoh? Ana. Olimjon, axir buni yo'li bor-ku. Mabodo o't olmasak, shunday o'rmon jangalzorlardan 60 ta timsoh bolasini olib, shunday savatga solib qaytaveramiz. Mo'maygina daromad. Rahmat. Ala. Lekin Behruz shu inson kallasi ishlaydi. Gaplarida bir qanaqadir bir hikmat bor shu odam. Ala. Og'zidan bol tomadi bu yigitda. Og'zidan bol tommaydi. Og'zidan vino tomadi. Zo'r reja ekan-u, lekin Meksikagacha qanaqa yetib olamiz? Metroga ham pulimiz yo'q hozir. Yo'li oson. Uy sotamiz. Mana bu jasorat, Robert aka. Chin do'stlik. Sizni mani o'ylab, kelajagimizni o'ylab, yashab turgan uyini sotyapti bola. Ottasiga rahmat. Rahmat Behruz, ukajonim. Rahmat sizga. Yo, men uyimni sota olmayman. Chunki uydagilar nomida. Uydagilar ruxsat bermaydi. Men-ku jon deb sotardim. Iloji yo'q. Robert akani uyi arzon ketadi lekin. Voy olamjon, sen o'ylab gapiryapsanmi? Men birovni uyini qanday sotaman? U zo'rg'a ijarada turibman-ku. Men boshqa odam ko'rmayapman, uzr lekin. Uchalamizni oramizda o'zini shaxsiy uyida yashaydigan faqat siz ekansiz. Shuning uchun jamoa bilan kelishgan holda sizni uyingizni sotamiz degan qarorga keldik. Lekin xavotir olmang. Amerikaga borishimiz bilan birinchi sizning masalangizni hal qilamiz. Aniqmi? Aniq. Men-ku roziman. Xotinimni qanday ko'ndiramiz? Uy xotiring nomidami? Ha. Uni ham yo'lini topib qo'yganman. Yo'l-yo'lakka tushuntirib beraman. Yaxshi. Nima bo'ldi 53? 53 endi Amerikada ichasiz. Qani, ketdik. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati, to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32.
Non ho polizia, te risamoto tabakis. Nima deyapti bu, boboy? Doda aytyaptilarki, o'rmonda yurganda oyoq tagiga hushyor bo'lib yurar ekansizlar. Chaqadigan, tishlaydigan hasharotlar sudralib yuruvchilar bor ekan. Tepada Ya. yaguarlar, silovsinlar sakrashi mumkin ekan. Qorni ochib ketdi-yu, Behruz. Obed qilmaymizmi bunda? Ertalab zavtrak qilmadik. Men qarang, qilmay turing. Kelganimizda necha kishi edik? Biz bog'chada kelganimizda avtobusda 20 ta odam kelganmiz. Hozir mana kamayib ketyapmiz. 10 tacha odam qoldi. Yarim soat 40 minut, ya'ni ozgina yuraylik. Keyin tushlik qilamiz. Nega? Ovqat 5 kishilik, hammaga yetmaydi. Bo'lmasa ayting, yo'l boshlasin. Nega ota? Tom baraka, shikali. Ya, come on. Come on. Yuringlar deyapti, yuringlar. Hushyor bo'linglar. Bog'larga ham qarab qo'yinglar, maymunlar sakrashib turadi. Pantalogons 5 minutos. Nima deyapti Olimtoy? 5 daqiqa dam olamiz, charchadik deyapti. Bo'lmasa bir yaxshi bitta qo'shiq ayting aka. Faqat Meksika haqida bo'lsin, bular ham bir maza qiladi. Ha? Musical. Ularda ham qistir bormi? Qistir bo'lsa yalang'oyoq yurarmidi? Ha, shunday. Oh, Meksika xo'p ko'rkam. Toshlari ham gullaydi. Shamollari qo'li bilan. Ey, sochingizni silaydi. Ilonlari tishlamaydi. Faqat zahrin sochadi. Ey, tovuqlari rostakam. Pishgan tuxum tug'adi. Timsohlari bir uxlasa rosa xurrak otadi. Ey, sigirlari soyalarda bizga o'xshab kitob o'qib yotadi. Ey, momolari ko'chalarda ot choptirib yuradi. Lay, bobolari vaqt topsa shpagatga turadi. Okay. Let's go. Come on. Nima deyapti? Ketamiz 5 minut bo'ldi deyapti. Ketdik bo'lmasa. Ha, ketdik.
Xirros! Robert aka! Hey! Kim bor? Qalamaydi. Qayerdan topaman bularni? Bekor keldim men shu. Begona yurtlarga. Yo'q. Hech qanaqa Meksikaga bormayman. Amerikaga bormayman. Sizni birov olib ketaman deb ko'zi uchib turgani ham yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar ustamizlar? Ha, biz professional ustamiz. Biz ilgari ustachilik universitetini bitirganmiz. Haqiqi. Demak, adashmabman. Shu desanglar bir masjid qurilayotgandi. Aha. Shunga hasharchilar, ya'ni ustalar kerak edi. Agar ozgina vaqtlaringni ayamasalaring, shunga borib qarashsalaring yaxshi ish bo'lardi. Savob tagida qolardinglar. Hasharda u, a? Hashar. Ha. Endi aka, hashar yaxshi narsa. Ayniqsa masjid uchun bo'lsa, bu savob. Savobdan qolmaslik kerak. Savobni tagida qancha yaxshiliklar yotadi. Men jon deb borardim. Yashang. Borardim. Lekin ana g'ishdan allergiyam bor. Keyin og'ir ko'tarish mumkin emas, aka. Oz belim og'riydi, rosti, grijam bor. Ha, sizchi? Albatta ukam, savob uchun men ertadan kechgacha ham ishlayman. Faqat ishdan keyin ozgina quyib beradigan odam topiladimi? Nima deganingiz bu? Uyalmaysizmi? Tavba deng, a? Mana ukam, mana biz boramizda. Masjidga bo'lsa ukam, bir hafta desa bir hafta ishlayman. Faqat boyagi kobra, anakonda maxluqlar yo'qmi? Ha, yo'q aka. Mana biz boramiz ukam. Bir kun uyga pul olib kirmasak olib kirmayapmiz. Lekin bunday ulug' savob ishdan quruq qolmaylik ukajonim. Rahmat aka. Sizda insonlar ko'paysin. Qani yuring. Vergildim. Mayli, yaxshi boringlar. Meni ham o'rnimga ishlang. Mani-chi? Qarang, nima deydi? Savob deydimi? Savob tegi teshik bo'ladi aka. O'zi patinkasi yirtiq, gapira qarang buni. He! Ukam, anchadan beri mana shu mardikor bozoriga chiqaman. Qo'limdan kelmaydigan ish o'zi yo'q. 4 ta bolam bor. Mana shu bolalarim birovdan kam bo'lmasin deb harakatdaman-da ukam. Sizni bolalaringiz bormi? Qiziqmisiz? Uylanmaganman. Uylanganing so'ramayman. Bolalaring bormi deb so'rayapman. Lekin ancha hazilkash ekansiz aka. Lekin qoyilman. Shuncha dardingiz, g'am tashvishingiz bo'lib turib, nega rozi bo'ldingiz aka hasharga? Shukr deyman. To'rmuchcham soppa-sog'. Jamiyatda mana shunday savob ishlar qilib farzandlarimizga o'rnak bo'lay deyman. Oramizda ezgulik yo'qolib ketmasin deymiz ukam.
Rahmat aka, qoyil qoldim. Sizda insonlar ko'paysin. Mardikorlarmi? Ay yo'q, yaxshi insonlar demoqchiman. Rahmat aka. Haydang. Shu olmaka shoshmang. Ha. Bu gap bilan bo'lib e'tibor ham bermabman. Bu nima gitara olganingiz? Bu yoqqa kelib siz nima qo'shiq aytmoqchimisiz? Maynavozchilikmi sizga bu? Ishlagani keldim uka. Ishlagani keldingiz? Buni ko'rib nima deb o'ylash mumkin? Gitara-ku bu. Gitara emas ukam, yur ko'rsataman. Yur. Qale. Shunday demaysizmi, olmaka? Mayli. Bir daqiqa. Kutib turing, xo'p, men shuni ichkariga kiraman va chiqaman. Bemalol. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Xo'jayin, yaxshimisiz? Borib keldingmi? Bordim. Siz aytgan insonni topdim. Ko'rdim, kuzatdim, sinadim. Oxiri shu inson kelib chiqdi. Ishonching komilmi? 100%. Yaxshi. Ichkarida ol. Ber. Xo'p. Mana xo'jayin. Shuni olib borib ber. Xo'jayin, balki o'zingiz chiqarsiz. Yo'q, shart emas. Meni kimligimni bilmagan ma'qul. Xo'p, Yaxshi kunlariga ishlasin. Olib borib ber. xo'p xo'jayin. Siz nima deysiz shu? Olmaka. Qolmadingizmi? Yo'q, bemalol. Olmaka. Bu sizga. Ukam, men nima ishlarga aralashtiryapsiz? O'zi zo'rg'a yurgan bo'lsam, ukajonim. Olmaka, nega xavotir olasiz? Buni ichida 3 xonali uy, bitta mashina va kichikroq biznesga yetadigan pul bor. Mana qara, yana ani chet el kinolaridagidek. Bomba yo'qmi? Yo'q. Buni olganingizdan keyin sizning hayotingiz bomba bo'ladi. Yo'q, ukam, kerak emas. Meni boshlig'im shuni sizday yaxshi insonga beraman deb niyat qilganlar. Shu endi bugundan sizniki. Oling aka. Sizniki. Xo'jayin, buncha saxiylikni boisi nimada? Qayerdan o'rgangansiz? Bu saxiylikni mana shu g'ishdan o'rganganman. Hech zamonda g'ishdan ham biron narsa o'rganib bo'larkanmi? Sen hech zamonda odamlarni qator turib bir-biriga g'ish uzatganini ko'rganmisan? Ko'rganman. Men yaqinda shuni o'zim guvohi bo'ldim. Bir joyda hasharda edik. Men qo'limdagi g'ishni yonimdagi sherigimga uzatsamgina qo'limga g'isht berishdi. Agar qo'limda g'isht turgan bo'lsa, g'isht kelishi to'xtab qoldi. Shundan xulosa qildimki, demak, mol dunyo ham shunday. Agar sen ehson qilib zakot berib tursang, biringga 10 keladi. Baxil bo'lsang, boridan ham baraka ketadi. Har bir ish qilganda qalb bilan qilish kerak. Tushunarli.
Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati, to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32. Besh ming tikaman. Bo'ldi. 5000 ni yutqizsang 5000 ni olmayman-da. Ha. Albert nomimni qaytarib olaman. Bo'ladimi? Ha, ish yoqmas grajdalar, qalaysizlar? Olmi? Men qarang, qayerda yuribsiz? Bu yerda qancha ish kutib turibdi sizga? Kimning mashinasini minib oldingiz? Mashina o'zimniki. O'zimning shaxsiy biznesimni ochdim, kam. Xudo xolasa, bu yerlarga endi qaytib kelmasam kerak. Insofdan emas, aka. Non tuz yeb yurgan joyingizga xiyonat qilish. Insofdanmi? Insofdan emasmi? Zato bu biznes, ukam. Любая biznes qarashadi demoqchi. Men qarang, shuncha narsani qayerdan oldingiz? Ukajonim, odam bundoq atrofga ko'zini ochib qarab, savob ishlarga ham aralashib turish kerak ekan. Omad. Voy, yaramas. Ha, qo'y. Chalg'ima, kartadan davay, o'ynaylik. Ko'taring kartangizni. Ketdim men. Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Biror bir hashar bo'layotgan joyni topaman. Ozgina savob ish qilayin, balki meni ham omadim kelib qolar. Umrim o'tib ketyapti sizlar karta o'ynab. To'xta, men ham boraman.